qando deb o'ylab qoldinglar aqchan. Nagmangtim. Bir qo'ymichiga 50 ming so'm pulni bir oylik berib turgani 12 oy bo'ldi. Shu pulimni ag'nimangdim. Nima? O'zining pulini ilish uchun so'g'ib salam ko'tarib qolgan ishni ko'mabgan emas? Hayron qolmanglar, mehmonlar, hayron qolmanglar. G'alit ishni neydi ko'rsizlar. Shunda hozir qarz pul olganlar nochi va bizga o'xshash ko'ngilchak qilib qarz pul berib turganlar qo'chib qoldi. Biz so'g'ib salamni opirib pulni olsamg'o bir tashkil. Lekin pulini palanoq beraman degan muqim bir vaqtni qolsam mening anson qalbim. Boshqa yo'q. Mishay sho'g'o deyman. Tova bu qo'ymichiga ajab qiziq bo'ldikina. Bu qo'ymichining bir yil ichida 12 kun chiqdim o'g'itishi bor. Nima deb chaqirsam bular? Mendan qarz pul olgandigo meni aka, tag'a, dada, cho'ng dada deb devatgan. Mendan kichik bo'lgandan keyin iskaliday. Davchan! Davchan! Oy Davchan! Kim o? Men, Mahmud akınız. Kim o? Men, Mahmud akınız. Men öyle yok. Ay. Mahmud. Ufka. Sen misin Ufka? Aka. Yani öykü cevap sizde ha? Bu şunda köçüp жүрüp mu senlerden kurtulanmaya bassam? Qanday salomatligingiz yaxshi turganda? Vah, nima degan cho'ng, nima degan azodoy bu ha? Esli ekan bu. 78 kvadratda. Qancha pul qoldingiz? 150 ming yanga. Ma'urni? Nochilik qilib, bunchalar qimmat o'ynavog'ichi, biroz mukolik o'ylab 50 ming pulni men qaytarib berchi. Gap qilatamsan? Ya. Mush pul o'yning hammani naq pul qoldingizmi? Ey! Sen hozirgacha bir yerda pul vermay qashatqanga birini berdik deb olganmiding? Ya, boshqalar pulga olamagan narsani siz qashitib ola olaysiz emasmi? Mening bu uy ko'chganligimni sana kim deb qo'ydi? Davot aka, sizning kayningiz yurdigan odamlar ozmi? Mening shu davlatda aram xudo yashig'il qo'ymaydi ekan-da. Shu pulimni berib atgan bo'lsangiz-g'o, bunchalar qiziq gap qiladi ekansan. Menda pul bo'lsa alli burun opirib bermamdim sana. Nimaga aldiraysan? Polo deganni nima uchun qara? Raurs dumlab voy yetkizib endi ochmasam, olib qoladi. Lag'mannimi pishirib olib, suzib, yana qaytadan sovuq suv solmasam, mich-mich bo'lib qoladi. Nimaga aldiraysan? Kavobni uchun to'g'rab bo'lib, toz qiyma qilib dumlab 2 soatdan keyin andin o'tkizsam, bu toz ash kavob degan shu raus. Kavob degan bu jab qosqim ichib ketdi. Oy, astag'firullah. Mana ichida to'g'ri go'shi, kavob, hamma narsa bor, unutib qolibman. Qani. Voy, qayibsan-ku? Ya, ancha emas. Lekin Davut aka, men yaqin yoqqa haqiqatan qiynalib qoldim qarang. Hozir kimning ishi oson desa, aka. Men bu kuniga 2-3 mashina malni Qozog'istonga selyapman. Ya pul, ya uning ustiga mal. Hech nima yo'q. Men bog'i bir necha cho'ng ishni qilyapman. Agar ash cho'ng ishlar amalga ishib qolgan bo'lsa, u chaqda pul deganni qara, ishonsan qara. Mana men hujjatni ko'rdingmi? Tamg'illarim bor, mana guvohchilarim bor. Lekin naqlashimiz men qanday qilmayman deyman. Davut aka, bu pullarni men yomon kechikimda ishlab bek tasdiq topgandim. Voy, men seni o'g'irlading demadim-ku. Ya, demoqchimanki, balla inga taqishib qoldi. Mush pul bo'lgan bo'lsa, bir uy o'chaqda qilgan bo'lsam, to'g'ri. Men o'ylig'ining to'g'ri bo'pti. Qarzimizni ado qilishimiz kerak-da. Cho'ng bolamni endi o'ylay deb tursam, qarzag'ini beribsiz. Meni aka, dada, cho'ng dada deb deyman, ishining bir oyga pulni cho'qib beraman deb yetdingiz. To'g'ri. Men bir oydan keyin bermaydigan. Bir oydan keyin bo'lgandan keyin shu 1 yil 2 yil so'zildi-da u. Agar bir oyning ichida degan bo'lsam, dal vaqtida olib berdim. Lekin Davut aka, men bu pulni ayolimga demay
sizga berib ekanman degan. Mana uka, bu ishing bo'lmabdi. Har qanday ish degani bor-ku, qara, o'ydikilar bilan ba maslahat qilamiz emasmi? Bu ishni xotinim bilib qolmasin meni. Agar xotinim bilib qolgan bo'lsa, ishni chatqishga qarang. Menga ishingiz og'irsan, menga yordam qiling. Ey, nima qilsa? Bu 50 ming ham pulning ishi-ku, nima qilsa? Unda qilishning nima hojati deyman? Sita. Ey, unda qilib ketma. Men sana bir amal qilib bersam bo'ldi-ku. Haq buni deydi, bundayda ko'nglingiz yaxshi jima sizniki. Shunda zo'ri kerak bo'lib qoldi, shundaymi? Agar sana pul shunchalik kerak bo'lib qolgan bo'lsa, qara, sen bog'u. Ag'inlaringni qayzab turmamsa? Nima? Mushamalmidi? Xudoda qayzab turmamsa? Ey! Men hozir kishilarga aldamchilik qilib, xalqning pulini ilib bermaydigan, yuzi qilib saqtaz qo'yimchilarni dasidan kishilar bir-biriga yordam qilmaydan bo'lib oldi. Bu yuzi qilib qo'yimchilar-ku. Gapla. Tilla. Vatlavra bo'ldi. Meni og'zimni ya'ni. Davud aka, qarang. Davud aka, unda qilmang, men ishingiz og'irsin, og'indarchilikni bo'lsin, yuzini qiling. Men bir yordam qiling. Nima kerak bo'lsa shuni bir aytib beray. Nima desang shuni qilay. Men bir yordam qiling. Men saqilni so'rab oldingiz keldim. Yo'q, sizni oldingiz o'tiramdim. Davud aka, qarang. Mushin kelgan tur. Davud aka. Hey! Kaçıp kaldın mı? Ne oldu ya? Biraz yakmamsa, ne buldu? Ha? Pulunu palanı vermem de cevap vermesin ha? Hey! Sen nemiş kılke adam bilemse? Pulumla ne? Hoş. Sen muş pozisyonun bilen birisini qazalı alamsa? To'xta. Men qazag'ini kelmadim. Men qazig'dagi pulimni qaytarib keldim. Men munosabat uch qo'sna. Sen mendan pul olib kelgansan? Bu o'zingning pulisi-ku? Xo'sh. Bilma, o'zingning puli. Lekin sen kimdan olasan? Sendan? Sen mendan gelimni siqib, men vaqirab pul olamsan? Apama. Men degana. Ma gapim bo'ladi. Sana deb qo'yay. Mening qo'limda hozir naqd pul yo'q, sana beramayman. Lekin pul berdigan vaqtni sana deb beray. Rahmat. Shuni bo'lsin bir Davidga. Ammo shuni deb qo'yay. Men nurg'un muhim ishlarni qilayotgan odamman. Shunga menda to'la kelib avar qilaversang bo'lmaydi, oldingmi? Oldim. Shu muhim bir vaqtni devatgan bo'lsa. Men pulingni 99-yili 9-oyning 9-kuni soat 9dan 9 minut o'tganda beraman. Nima? 99-yili? Estağfurullah, Davud aka, vaqtni bak surib o'tdingiz, amal qilib aldanib surib kelgan bo'lsangiz, men bak bo'yim bu. Qanda degan gap bor. Har qanday ishni cheki bo'ladi, juma odamni bak qisab ketma. Ey, odamni qarz to'lashga qistig'anlik, bu axloqsizlik bilamsan? Burungi zamonda Seyitmanqi bilan Umar Shonyo g'unchani shunday qisab o'tgan bilamsan? Shuning uchun biz ularni o'limga mahkum qilgan bilamsan? Bilmayman. Sen Seyitmanqini do'rmoqchiman? Yo'q, adim emas, uni do'ray. Ko'n jamiyatda ukam. O ko'ni jamiyatga tragediya hozir bizda qaytib ko'rinish qanday bo'ladi? Men sizni qismidim-ku. Bir mo'cha so'g' salom kelib sizga yilinyaptiman-ku. Bo'lsa pulimni qaytarib bergan bo'lsangiz, hech bo'lmaganda bir vaqtni oldirib surib bergan bo'lsangiz. Bo'ldi, men suramayman. Undaq o'ktamni qilib ketma, uka. Va ishga tarafda chiqay, adash. Quloq bir gap shikka. Undaq ümitlendim meni. Mening ochig'im bor. Nima? Ochig'im bor? Qani, bir ko'rib boqay. Obdan. Yaxshi. Endi ko'rsib qo'yman mesela. Hey, mush o'yning ichida mushlamsan? Ya, mushaqmayman. Xotin, chaydon necha? Mushaqmayman. Baqara. Seni aldığında bak mı? Ünü kılınma! Mandat dememsen? To'xta, avarıma. Tutamani. Nima? Nim deysan? Sen mujda qilib meni qo'rqitmay aytamsan? Unda ishni men to'liq qilib, to'liq ko'rgan jimaman deb qo'yay.
Hadi adashma. Ben mi var o? Ak koyumçılığı to'liq qo'yilib ketib, oxiri qo'ymachi bo'lgan odamman. Mani ko'rdingmi, men tatiq ne? Ko'rdingmi, ko'rdingmi? Ko'rdim. Voy qara, otir ishtal. Latrati 4 tal, 7 tal kishim yo'q mening. Nima bo'lgan? Nim bo'ladi? Haqqa berib qo'ygan pulimni olaman deb tayoq yeb shunday bo'lgan. Tansaqdi-da. Qo'yimchining pulimni olaman deb basam, da restoran ziyofat yeb o'tiribdi. Uning oldiga berib, yaxshi gapning hammani qilib bo'ldim. Lekin pissan qilmay ziyofatini yeb, arqini ichib, mashibini o'ynayverdi. Qo'ymichilarning hammasi o'xshash bo'ldi ekan-da. Yaxshi gap qaqimidi-da. Oxir men bir qarorga keldim-da. Uning kanidek chaplashdim. Yaxshi qilsiz. Men uning eshik oldida 7 kech kunduz o'tdim. Ana bo'ldi. Ikki qo'lim ushib qoldi. Qishmiti va? Ha? Pulni berdim. Pulni berdim-a? Meni bir hafta gaming solab qo'yib, kunimga bir parchadan quruq nonni berdi. Olmatta bu. Olmatta. Ko'glikni mo ko'rdim. O'lib ketmasam pulimni ag'an degan niyatga keldim-da. Shunday qilish kerak? Ularning uyiga xizmatchilikka kirdim. Kunduzi o uyning eg'irining ishlarini qildim. Kechisi uning darvozasini baqdim. Bir ish bilan billa. Endi kecha pulni berdim, qanday bo'ldi? Pulni bermadi, pul berdigan vaqtni berdi. Qachon berdigan bo'ldi? Eshakka mungiz chiqqanda deydi. Allah sharim. Oxiri kishida silkin qolmadi-da. Men dedim, "Ey, pulimni beramsan yo'q. Agar bermaydigan bo'lsang, oldingda o'lib olaman" dedim. To'g'ri qo'rqqanda. Qo'rqqanda? O oldimga pichoq bilan dori budlikni tashlab, pichoq bilan o'lgingiz bormi yo dori bilan deydi? Nomusizlarga qarang. Gap bilaman, o'laymi, o'lmaymi? Ha? O'lmay desam, dori bilan pichoqni oldimga tashlab qo'ydi. O'lay desam, mening ko'zim qanday yumiladi deysan? Ha? Ko'nglingizni buzmang, uka. Ko'nglingizni buzmang. Men lomlomni kelsam, siz menda o'ta lomlom kelsiz-da. Lomlom? Unda gap yo'q. Menza osh pispasliga bo'za qildigan odamman. Oxir ularni yangdim men. Pulni qachon berdim bo'ldi? Qanday bo'ldi? Pulni men o'zim olamidim. Sotni etmadi. Oxir qanday bo'ldi? Az qildim. Az qildingizmi? Az qilibsiz-da. Dastlabda nima qilarimni bilolmay tursam bir og'inam kelib, "Hey, sen manda qil" deb yo'l ko'rsatgan-da, berib sotga arz qildim. Oxircha Oxirida sotni chaqirib olib berib, 3 soat paranglashuvdi. Heliqqa chiqib, g'im qilmayli pulni sanidi. Men kimman? Unda ko'r. Rahmat uka, rahmat. Voy aka, rahmat. Menga yo'l ko'rsatganligingiz uchun ko'p rahmatchiman. Rahmat. To'g'ri? Qonunga yosh qurol bilan o'zining manfaatini qo'llash kerak. Rahmatchiman, rahmat. Ma'qul. Sot ko'rishaylar. Sarang oldimi?